İşni tugatdik. Mögümüklar o'ynasak bo'ladi. Ma'qul. Men bu yerda. Yuqori men bu yerda. Voyjon, meni tashlabdi. Ben obalı tutup aldım. Yana turdi bilan bizmi? Hacet temlikka. Jay. Nima yeyapsan? İşte üzümü yap baka. Chuchmal ham tatliq, bek tamlikkan. Sizlar nima yeyapsizlar? İşte üzümü yavatımız. Alt tarafta bek çıkıyor. Nasriddin aka, bug'am uni ko'p yesa odamni mast qiladi degan edi. Men jiq yemadim, turdi hammadan jiq yedi. Bo'ldi, azroq ye, jiq yeyapsan, mas'ul qolasan. Ha, sen yanıma çıkarak yiygen. Birisi geliş gücü. Yani pul kaçlaydı kanka. Begim, ko'proq beni setib olib quritib olaylik. Atning qishliq yam qashiq uchun tayyorlik qilmasak bo'lmaydi. Angladingmi? Chiroyli xotin, xotirjam bo'l, hamma ishni menga topshir. Oy. Nimanç köp anam dadamlar bu. Oy kozam, sana ne oldu azı? Dada sen mi yigine? Ana sen mi ya? Ha? Yigine. Voy voy canım balam, buni jiq yesa odamni mast qiladi. Buni nereden topdi? Yetlikten. Nasırdılla bedi organtti. Bir doğru de. Topdim. Nimaga oyoq turdilar? Balam tez ko'tirib uyga kirsizlar. Ma'qul, ma'qul. Dada, biyidlarni hammasini o'rlashtirib bo'ldim. Biyidlarni birisi o'g'irlabdi-da.
Duldulum. Ay, köprek ya. Duldulum köprek ya. Biti degan Nasriddinning uyida jip. Sizning qo'yingizda saqaytish uchun 10 tanga ketadi. Qo'ylarimda kasal yo'q. Undaqda 6 tanga bo'lsin. Bo'ldi. Undaq qilmang, kelishib qolamiz, ha? Kelishib qolamiz. Operativit. Hozir aldirash keldi-da. Nasriddin, ishing bormidi, ha? Sizlarga desam, sal turib cho'ng bir soda silini izlab keladi. Ha? Sen qandaq bilasan? Qo'pirifkam. Oy, chaqa berib ko'rib baq. Etimning qo'sig'i yo'g'inab ketdi. Otning qo'sig'i yo'g'inab ketgan bo'lsa, bo'g'oz bo'ldimi ya? Mening etim ayg'ir. Ayg'ir bo'g'oz bo'lgan bo'lsa, masalan, ayt eg'ir ekan. Buni davolasi ko'p pul ketadi. Nimaga kulasan? Hammani qilgansan. Buning men bilan nima aloqasi? Sen turib sen bilan hisoblashaman. Qo'pirifkam, mana tez bo'la. Bayxo'jam, astaraq yugursizlar. Bida yengi ham sopgan. Cho'qim boshqa narsa ham sog'an o'xshaydi. Chaqqan bir amal qilib duldulumni qutqizib al. 5 kumush tanga bering. 5 kumushdanka. Uningga otni yana birini setib olib bo'ladigan tursa. Qara buni. Ora Allah 5 kumush tanga. Pisiq boy. Aqlli Nasriddin, sen kelib ko'rib baqal duldulum nima kasal bo'lib qopti. Ey, bechora duldulum. Ko'zini ichib, mana bir qarg'ina. Nasriddin, sen cho'qim duldulni qutqiza olaysan. Nasriddin, bir yordam qilg'ina. Bayxo'jam, sizlarning bu biydileri nadin kelgan? Oldingi kuni oqshimi birisi bizning biydilarimizni o'g'irlatgan. Shunga men biydilarimga ish tuzumini aralashtirib belgi qilib qo'ygan edim. Duldul yegan bedlar Nasriddinning bedlari ekanda, ha? Yo'q, undaq emas. Agar bizning uydagi biyidini yegan bo'lsa, meningmi duldulni qutqizish mas'uliyatim bordir. Agar undaq bo'lmasa, Shundoq. Sening bedlaringni men o'g'irlagan. Agar duldulni saqayta olsang, bedlaringni hasrab to'lab berman. bo'ladi. Amasa purchaqmi akasizlar? Ma'qul. Mana. Bayxo'jam, sizlar duldullarning qo'sig'ini silab tasla. Ma'qul. Silab beray. Bunda qilganning foydasi bormidi? Birdamdekin bilib qoladilar. Voy-voy-chan! Bu aql o'sirga nima degan sesiq? Ha, duldul saqaydi. Bayxo'jam, biyidlarning pulichi? Begim! Sizlar meni bakmay o'tizlantiribdilar. Chiroyli qilib cho'qib yaxshi qilaman. Uyga kirgan ko'gliklarni ko'rsatmaydigan bo'lsa, Rahmat Nasriddin.